Vakillik kerak emas bunga. 6ga 3 do'konimiz hozir 30 millionga qo'yildi. Hammasi 8 dan 8 bo'ladi aka, eng qalindan. Do'kon qilsa bo'ladi, somsa, stolovoylarga ishlatilyapti, kiyim magazin, salon, sartaroshxona. Qada eshikchalari bor aka. Bularda tunikalari bor, tashqi fasollar bor, hap yordam bo'ladi eng qalinidan. Biznes qilaman deganlarga yaxshi variantda aka. Xidib bo'lsa qimmatroq bo'ladi salgina. Hatto dekor plasdan bo'lsa arzonroq bo'ladi. Sizda pulingiz bor, lekin qanday ko'paytirishni bilmayapsiz. Men sizga hozir aytaman, qanday ko'paytirishni. Bugun biz ko'chma do'kon haqida gapiramiz. Qanaqa materiallar ishlatishyapti, qanaqa dokumentlar kerak mana shunaqa ko'chma do'kon qo'yish uchun. Xo'p, 4x3 razmerda, balandligi 2.30 da yasab berishyapti. Narxi option necha pulga bitta. Xullas hammasi haqida gapirib o'tamiz. Yozda issiq, qishda sovuq o'tadimi, yo'qmi? Oxirigacha ko'rib, layklarni bosib podrishkada bo'linglar do'stlar. Keyin qanaqa bizneslarda mana shularni ishlatsa bo'ladi. Shular haqida ham gapirib o'tamiz. Sizlar tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Azizlar, mana shu ko'chma do'konni Salom akamiz o'ratib berishgan, yasab berishgan. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, zo'rmisiz? Charchamasizmi? Ishlar zo'rmi? Rahmat aka. Bu ko'chma do'konimiz hozirda qayerda joylashgan aka? Bu Samarqand Kattaqo'rg'on yo'nalishida Jumani yo'liga qo'yildi aka. Hozirda aka narxlari qanaqa, keyin dokument masalasi qanday bo'ladi? Qanaqa materiallar ishlatasizlar? Dokument kerak emas aka. Dokument kerak emas bunga. 6ga 3 do'konimiz hozir 30 millionga qo'yildi. 30 millionga qo'yildi 6ga 3 do'konimiz. Dokument kerak emas bunga. Narx pul bo'lsa, narxga yaxshi. Agar kreditga olaman deyotgan bo'lsa, uni hokim yordamchisi mahalla nima qilib beradi. Borsa o'zi tushuntirib, nimasini tushuntirib beradi. Kreditga olsa bo'ladi. Kreditga olsa bo'ladi, kreditga ham. Juda yaxshi. Xo'p, aka, qanaqa materiallar ishlatilgan aka bu yerda? Bu 8ga hammasi 8 dan 8 bo'ladi aka, eng qalindan. Ichlariga mana ko'rib turibsiz, fasollari yaxshi hammasi. Ichlariga devorga 06 xidib, poliga laminat. Laminat. Ha, zakazga qarab yasab beramiz devorlarni ham. Ishlari utiplet qilingan, ha? Utiplet bo'lingan. Qishda aka sovuq o'tmaydi. Yo'q, qishda sovuq o'tmaydi, yozda ham issiq o'tmaydi. Ikkisida utiplet bo'lyapti aka. Utiplet bo'lyapti. Ha, utiplet. Buni aka endi stiklavata. Obunachilarimiz aytishsa 3-4 qavat qilsam bo'ladimi utipletlarni? Uji bir qavat bo'ladi, hamma joyda yasalayotgan bir qavat. Endi bizda endi dababishni bor. Tepasi firma bo'ladi, ponni. Tepalar firma. Aka, yasab o'rnatib berishlari qanday bo'ladi? 12 ta viloyatga dastlabga bepul aka. Dastlabkilar bepul. Barcha viloyatlarda. Barcha viloyatga 12 ta viloyatga O'zbekistonga dastlabga bepul bo'ladi. Xo'p, narxlarni qanchadan bo'lyapti bularning? Aka, razmerlariga qarab, 6ga 3 mana bu do'kon qurildi, 30 million. Endi har narxlarga qarab tushuntirib, kanalni oxiriga qo'yib ketamiz narx-navosini. Hozir qarang, bu do'koncha bo'lyapti-a bu? Ichi do'kon. Ichi do'kon, ha. Ha, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir Samarqanddan chiqaverasizlar, Kattaqo'rg'on kirishda Jumani yo'lida 3 tepaga qo'yildi. Trassa yo'ldi bo'yi. Xo'p, bitta kirib ko'raylik. Xo'p, mana narsalarni olib kirishgan, yaqinda ishga tushadi, ha? Yaqinda ishga tushadi, ha. Hozirda polimiz qanaqa bo'lyapti? MDF bo'ladi. MDF bo'ladi, ha? Ikki tomon laminatlar aka. Ikki tomon laminat, devorlar, ha? Bularni boshqa materialdan qilsa bo'ladimi aka? Qanaqa materiallar bor endi? Arzonroq variantlari bor bu. Endi xidibdan qilsa bo'ladi. Xidib hozir 06, xidib hozir qurganimiz 06 xidibdan bo'lgan. Hatto dekordan qilsa ham bo'ladi. Endi zakazga bog'liq qilamiz. Zakazga bog'liq, ha? Ikkisi utiplet bo'lgan. 5lik utiplet, stiklavata, palgali, tepa firma. Polkalarimiz ham temirdan bo'lgan. Aka, polkalarni qilib berasizlarmi? Polkasini ham gaplashinglar. Hatto do'konda o'zi bo'lyapti, 6ga 3lari 30 million, polkasiga kelishilgan holda. Kelishamiz, ha, yo'q. Polkasini yana
kerak bo'lsa aytasizlar, uni ham kelishsa Ha, bo'ladi. zakaz qilib olib borib berish 12 ta viloyatga dastlabki Juda tekin. yaxshi. Bularning har xil fasonlari bor, Har xil fasonlari bor. Ha. So'rashsa agar Telegramdan tashlab Ha, beramiz. Telegramdan zakaz qilsa, o'sha yerda rasmlarimiz bor, turizmdan ziyod rasmlar bor. Keyin aka bu yerda o'zi qarangda. Mana bu svetlar qanday bo'lyapti? Tok Tokki bo'lmaydi aka. Tokki ichida bo'ladi, keyin tashqarisidan. Tashqarisidan Ha, bo'ladi. kabelni kanal bilan uni o'zlari qora qaydan xohlaydi. Klient qayga nima qo'yadi. Ana bu montajlarni-chi? Aka, o'zingiz qilib berasizlar? Qaysi montajlarni? Mana bu tok o'rnatib berish. Yo'qda, u o'zini ichida O'zlari bo'ladi. ichida bo'ladi. Juda yaxshi. Ana kanalizatsiyachi agar nima qilsalar, Uni qilib beramiz, kanalizatsiya qilsa, so'rasa qilib beramiz. qilib beramiz, ha. Ha. Juda yaxshi. Endi qanaqa joy rejalashtiryapti, o'shanga qarab. Ha, joy berasizlar. rejalashtiryapti. Ba'zida buni qanaqa bizneslarda ishlatsa bo'ladi? Do'kon qilsa bo'ladi, somsa, stolovoylarga ishlatilyapti, kiyim magazin, salon, sartaroshxona, har nimaga ishlatilyapti. Juda ajoyib, qulay narsa. Endi agar do'kon yasashsa, uni snosga ketishi mumkin, zarariga ketishi mumkin. Buni olib boshqa joylarga olib Shunda ketsa ham bo'ladi. Nomi bor ko'chma do'kon Minusga bor. ketib Xohlagan qoladi. joyga ishlatsa bo'ladi. Tepada direkton petlisi bor, 4 aka. Xohlagan joyga qo'yib ishlatsa bo'ladi, bozorga qo'ysa ham bo'ladi. Juda yaxshi. Bundan tashqari yana konteynerlar ham qilasizlarmi yo sizlar? Bor konteynerlar ham bor ekan, bu narsa bo'ladi. yasasa ham bo'ladi. Murojaat qilsangiz Ha, zakazga bog'liq, oldiga atmosga qo'yib, nimalarni qo'yib qilib beramiz. Ularning narxi qanaqa bo'ladi? Uni kelishilgan holda, unda ham birovga masalan 1 metr chiqish kerak, 2 metr chiqish kerak, o'shanga qarab pul qo'shilib ketaverar aka. U ham kelishilgan holda. Juda yaxshi. Bundan tashqari qayerga o'rnatganmiz? Sirdaryo, Qashqadaryoga o'rnatdik. Men ikkinchi do'konimiz mana shaharga, sherga yaqinga. Yana bitta ko'ramiz, ha? Bitta ko'ramiz uni ham mayli. Ruslan aka, bu orqalari bo'ladi mana. Bu yerda ham eshikchasi bor ekan, Ha, orqada eshikchalari bor aka. Bularda tunikalari bor, tashqi fasonlar bor, xapyordan bo'ladi, eng qalinidan. Shu qalin bo'ladi. Ha, eng qalinidan bo'ladi. Xohlovchilarga orqadan eshik, o'rtadan bo'linib beradi. Fortchkasi ham bor ekan. Ha, forchkasi ham bor. Bu yerda bor ekan. Keyin qarangda aka, mana shu hozir tunkadan bo'lgan-ku, buni Ha. polni kurgavoy aylanmasiga oynadan qilsa bo'ladi, ha? Bo'ladi, bo'ladi, ha. Bilan oynadan qilsa bo'ladi. Klient xohish istaklariga Ha, qarab xohish istaklariga qarab. nima qilsa bo'ladi. Juda yaxshi. Hozir shu balandligi 2.30. 2.30 Ha, bo'ladi. balandlik 2.30. Bundan ham balandroq qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, ha, bundan balandroq qilsa ham bo'ladi. 2.30, 30 uklon bor aka, firma qilingan. Fermacha qilingan. Ha. Tepasi firmadan to'qiladi. 1 metr, 2 metr ketaveradi, farqi yo'q. Mana Ruslan aka, boyna aka do'konimizni bir hafta oldin qo'yilgan do'konimizning nimasi, bu Kattaqo'rg'on shaharga qo'yildi, Polskayani pastiga. Lavashxona bo'ladi aka. Bu nechiga razmer aka? Bu Nechiga? 4 ga 3 razmer aka. 4 ga 3 ha? Ha, ikkita porchka qo'yilgan. Ikki tarafdan. Ikkita yonboshdan, oldidan. Xo'p, bu yerda qanaqa biznes qilishyapti? Bu lavashxona ochyapti aka. Lavashxona Lavash, ochyapti. hot-dog. Materiallari ham, ramasi ham aka 8 ga 8 mana, eng qalindan qo'yilgan. Stenkasi Fason. nechi? Stenkasi 2 necha namda aka buni. Qalin, ha? Qalinda. Yaxshi baquvvat. Yaxshi baquvvat. Aka qancha vez ko'taradi o'sha uzushi? Nimasi? Aka biz qancha solsangiz ko'taraveradi. Ko'taraveradi, Ha, bisiga javob. Ha. Tunikalar ham xapyordan eng qalin aka fasati mana. Oq. Ishlari utplida qilingan. Ishlasi двойной утеплит qilingan. Ko'kak ustidan stiklavata. Bu ham boshqacha bo'libdi, oppoq, Ha, chiroyli. oppoqdan endi klientlar xohishiga qarab aka. Ular xohishiga qarab qilib beramiz. Ichkarisi mana Bu aka. yerda eshiklari, eshigi bitta bo'libdi. Ha, eshigi bitta 1.20 bo'ladi eniga aka. Balandligi shunday baland bo'laveradi. Xohlovchilarga pastiga alakabon emas, shishasini ham qo'yib beraveramiz. Juda yaxshi. Bitta kirib ko'ramiz. Xo'p, mana kiramiz. Ishlari bu boshqacha bo'libdi aka. Ha, bu aka endi klientlarni xohishiga qarab qilinar ekan do'kon. Xohlasa oq, xohlasa qandaycha fason tanlasa, fasonlari bor. Juda yaxshi. Razmerlari. Turtko'z do'konimiz. 4 dekor plas bu. Ha, bu stenasi dekor plas aka. Haligi do'kondagi 06 HDBda. HDB. Bu arzonroq chiqadi, 1 million arzon shu kelishilgan holda bo'lsa. Buni ham lekin bemalol artib nima Ha, bemalol artib, maqsad ular qalin, dekorning qalindan. Stenasiga yaxshi ilsa ham bo'ladi, bir nima ko'taradi. Juda yaxshi. O'tpet 2 sloy. Ishi zo'r. Balandligi 2.30 ha? Ha, balandligi 2.30 firma qilingan 30 sm ukloni bor aka. Juda yaxshi. Biznes qilaman deganlarga yaxshi variantda aka. Shu aytib o'tganingizdek, yo'lda aka, shu oddiy bir suv sotsa ham normal foyda qilsa Shunday bo'ladi. oddiy ko'pman trassaga chiqsa qarasangiz ham Andijon marojin sotyapti. Bir ayoldan so'rasangiz 200 ming, 300 ming oddiy bunda yashikchadan sotib yotibdi. Shunaqa. Biznes qilaman deganlarga telefon qilsa, yasab chiroyli dastlabkasi ichida 12 ta viloyatga ketkazib berish nimalari ichida.
Xo'p, do'stlar, nomerlarni qoldiramiz. Zakaz berishingiz mumkin akamizga. Xo'p, bitta agar masalan 4 ga 3 razmerda qilsa, qancha vaqtda bitadi aka ishi? 2 kunda aka. 2 kunda yasab berasiz. 2 kunda yasab beramiz. 2 kun vaqt ketadi. Agar uzunroq bo'lsa, uni hisobga. Ha, 2 kun aka, razmeriga qarab, fasoniga qarab aka. Kelishilgan qo'llanmasi. Yana bitta narsa aka, masalan, o'rtasini bo'lib bersa, qanday bo'ladi aka? Berasiz. Bo'lib beramiz aka. Farqi yo'q. Kimdir xohlaydi 7 ga 3 do'kon bo'layotgan bo'lsa 1 metr yo 2 metrni addinni qo'yib, eshik qo'yib dam oladigan xona qiladi. Undacha ham qilib beraveramiz aka. Juda yaxshi. U narxiga qo'shilmaydimi agar o'rtasida bo'lsa? Narxiga ozroq qo'shiladi, ko'p biz. Ozroq qo'ydik. Uni kelishilgan holatda aka, devorni qaraydi. Xidib bo'lsa qimmatroq bo'ladi salgina. Hatto dekor plasdan bo'lsa arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. Mana shu ham ancha yilga chidaydi. Shu ham ancha yilga chidaydi aka. Endi biznes qilmoqchi bo'lganlar endi baribir puli arzonroq bo'lsin deydi. Shunda hamma ham bo'lib, kimga qanday yasab beraveramiz aytgandek aka. Keyin yana bitta narsa, endi aka-ukalarimiz bir qiz zo'r qilib bering deysalar. Eng zo'r sifatli materialda qilib berasizlar. Qancha pul bo'lsa beraman desalar, qilib beramiz. Shunday qilib beraveramiz. Xullas, u yog'ini telefonda qoldiramiz, telefon nomerlarini. Murojaat qilinglar, zo'r qilish kerak bo'lsa zo'r qilib beradilar. Narxlarni tushuntirib o'taveramiz. Telegram, WhatsApp, imo hammasidan bormi aka? Hammasidan bor aka. Murojaat qilaverasizlar. Kelishtirib, dastlabkasi ichida nima qilib yetkazib beramiz. Juda yaxshi, kattakon rahmat aka. Mashina nomidan chiqsangizlar, yana skidkalar bor. Skidkalar bor, xudo Skidkalar xolasa. bor, nasib bo'lsa. Juda yaxshi. Sog' bo'linglar.